Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hamma mana Amerikadagi traktni ko'raylik deydi, ichiga qiziqadi. Men sizlarga hozir mana ichini bilan tanishtiraman. Volvo 860. Bu yerda planshet turadi. Bu skoroslari. Orqaga, neytral, oldiga pechkalari. Bu tormoz, motorni tormozi. Motorni qisadi, tepalikdan tushayotganda, sekinlayotganda tormozga yordamchi. Bular Bobtail'da tormozi, treylerda tormozi. Поворотникlar, magnitofoni. Mana shu holatda bo'ladi. Bu yerda mana o'zini narsa qo'yadigan joylari tepalarda, bu yerda 2-3 xil yonadigan lampochkalari. Mayda judalarni qo'yib olib ketilaveradi shunaqa. Bu yerda bitta shkaf. Bu tarafida bitta shkaf. Bu yerda mana mikrovalnovka, ovqatlarni isitib, yeb-ichib, idish-tovoq hamma narsa shu yerda turadi. Tepada ham bir kishilik yotoqxona. Bu tarafda o'zini kiyim taxlaydigan va oynalari bor. Bu yerda ham shkaflar. Eng qizig'i xolodilnik. O'zini xolodilnigi bo'ladi. Hamma ovqatlarni taxlab, yemoq-ichmoqlarni shu yerga qo'yiladi. Bu o'zini yotoqxonasi. Bu yerda oynasi bor. Ochiladi, yopiladi. Bu yerda pechka, kolonkalari, lampochka mana. Bu yerda mana pechka, konditsioner hammasi shu yerda. Buni tagida ham narsalar qo'ygani joy. Bu yerda ham qozonlarimiz, hamma narsa bor. Bu stolda olasizlarda shunday qilinadi. Ovqat yeyishga tayyor. Shu traktning ichi va shu yerda oylab, yillab yashaydi.